Phileas Fogg, siz mening jiyanimga uylanmoqchimisiz? Ha, Lord Mace. Unda 80 kun ichida dunyoni aylanib chiqasiz. Buning iloji yo'q. Aylanib chiqamiz. 1000 funtga ma ulgurmaysiz. Kelishdik. Jon kuydirmasang olqishlar qayda? Bilingdagi uylanmasang baxt kunlar qayda? Fix bu yoqqa kel. Xizmatingizga tayyorman, Lord Mace. Foggning 80 kunda aylanib chiqishiga xalaqit qil. Men garovda yutishim shart. Ammo bu yo'lda ulkan sinov bor. Dunyoni 80 kunda aylanmoq kerak. Phileas, ehtiyot bo'l. Amaki mana bu Fixni senga xalaqit bersin deb jo'natyapti. Xavotir olmang. Men Mr. Fogni sherigiman. Har qanday Fixni dog'da qoldirib ketaman. Raqiblar ham yo'q emas. Makkor Fix bizga yov, lekin Paspartu bor ekan, bo'lolmas u aslo g'ov. Dunyo bo'ylab 80 kun. Sizni shu yerdaligingizni bilib, sizdan yordam so'rab keldik. Agar cho'ldan o'tish uchun yo'lboshchilar yordam berishsa, vaqtimiz ancha tejalgan bo'lardi. Ming afsus, do'stim, lekin sizga yordam bera olmayman. Keyin sahrodan yurishni sizga aslo maslahat bermagan bo'lardim. Nega endi? Dahshatli Abdullani deb. U qaroqchilar to'dasining boshlig'i. U cho'llarimizga dahshat solib turibdi. Karvonlarni birin-ketin talon-taroj qilyapti. Unday bo'lsa, askarlaringiz nega o'sha qaroqchilarni tutib olmaydi? Uni topa olmayapmiz. U xuddi shamoldek bir pasda g'oyib bo'ladi qoladi. Bunda bir sehr bormi deb o'ylayapmiz. Azaldan qolgan gap bor. Qo'rquvning davosi bilim deyishgan. Uni topishga biz yordam berishimiz mumkin. Bu juda ham xavfli, do'stim. Qaroqchini qidirishga bizning vaqtimiz yo'q. Biz 80 kunda dunyoni aylanib chiqishimiz kerak. Janob Fogg Blinda Mace'ga uylanishi uchun. Unda Mo'g'ulistonga jo'naydigan kema sizlarning yagona imkoniyatingiz. U bugun jo'nab ketadi. Kechirasiz, hazrat. Agar ular Mo'g'ulistonga jo'nashmoqchi bo'lsa, shoshilishlariga to'g'ri keladi. U bir necha daqiqadan keyin jo'nab ketadi. Tezroq do'stlar, bandargohgacha izvoshda ketinglar. Vaqtingiz zoye ketmasin. Keyingi reys 10 kundan keyin bo'ladi. Ularga izvosh kerakmi, janob Fix? Ha, izvoshchi kim bo'lishini bilasizmi, janob Fix? Ha. Izvosh! Izvosh! Rasmiy ish bor. Damingni ol. Xizmat, kimni olib borib qo'yish kerak? Bizni. Shoshmang. Bu Fixning narangi bo'lishi mumkin. Men izvoshni tekshirib ko'raman. Hammasi joyida. Izvoshchi, to'la mo'ylovli odamdan ehtiyot bo'ling. U ko'rinishni o'zgartirishga usta odam va bizga xalal berishi mumkin. Bizni bandargohga olib borib qo'ysangiz. Iloji bo'lsa tezroq yuring. Aks holda biz Mo'g'ulistonga keta olmay qolamiz. Xo'p bo'ladi. Juda tez yuryapmiz-ku, lekin bir joyda aylanayotganga o'xshaymiz. Izvoshchi, siz bir joyda aylanib yuribsiz. Xo'sh, qalay? Bu Fixning ishi ekan. Fixning ishi. Bu Fix. To'xtat. Bor nari tur. Terbobman. Bor yo'qol, ber bu yoqqa. Yaramas. Baribir vaqtida yetib bora olmaysizlar hech qachon. Keyingisi 10 kundan keyin bo'ladi. Endi dunyoni 80 kunda aylanib chiqa olmaymiz, janob. Do'stim, hammasi yaxshi bo'ladi. Biz quruqlikdan ketishimiz mumkin. Quruqlikdan? Sahro o'rtasidan, Dahshatli Abdulla esingizdan chiqdimi, janob? Boshqa ilojimiz yo'q, Paspartu. Qayoqda qoldi? Buni qarang. Shu yerda ekansan-da.
Sovg'alar. Sovg'alardan sotib olinglar. Sovg'alar. Sovg'alar. Sovg'alardan sotib oling. Shoshmay tur. Ularni bir ko'raychi. Lekin janob, Ha, afandim, chiroyli buyumlarni tanlab oling. Haligi niqoblar, hushtaklar, qo'ng'iroqchalar. Mana bu kulgili niqobingizni olamiz. Ikkitasini. niqob? Janob Fok, ularni nima qilamiz? Hushtagingizni ham bir ko'raychi. Xuddi shu narsa kerak edi. Bittasini sotib oling, afandim. Yo'q, biz hammasini olamiz. Hammasini? Oh, janob, siz juda ham qo'li ochiq odam ekansiz. Jin ursin, janob Fix, tuyada yurishni bilmas ekansiz. Lekin o'rganishimiz kerak. Agar janob Fokni ketidan kuzatish niyatimiz bo'lsa. Sekinroq, la'nati jonivor. Qiziq, ular to'xtashganga o'xshaydi. Xo'sh, qani ko'raylik-chi. Hozir ular nima qilishayotgan ekan? Qarang janob, qora bulut kelyapti. To'g'ri. U juda tez yaqinlashib kelyapti. Juda ham tez yaqinlashyapti. Bu nima? Men bilmayman. Bilib qo'y, qo'rquvning davosi bilim deyshadi. Bu shunchaki qum bo'roni. Menga ishonaver. Shunchaki deng, lekin uni nimaligini bilganimiz undan qanday qilib qutulishimizga yordam bera olmaydi. Niqoblarni ol paspartu. Ikkita ahmoqni rostdan ham miyasi aynigan ekan. Niqoblarni olishyapti. Shu jaziramada niqobni nima qilishar ekan? Oho, janob Fix. Shamol ko'tariladiganga o'xshaydi. Tezroq tuyaga o'tirib jo'nab qolish kerak. Voy, ko'zlarim. Qumdan boshqa hech narsani ko'rmayapman. Janob, bu niqoblar bizni qutqarib qolishdi. Lekin biz tuyalarimizdan ayrilib qoldik. Ularsiz bu yerdan keta olmaymiz. Endi nima qilamiz? Yo'q, yaxshilab o'ylab nima qilish kerakligini topish kerak. Tushunyapsanmi meni? Qarang, tog' orasida oqib tushayotgan suv bor ekan. Balki o'sha yoqqa yashirinarmiz, ha? Bu yo'l hech qachon tugamaydi. Juda ham qorong'u joy ekan. Keling, shu yerda to'xtay qolamiz. Ha, janob. Yo'q, yo'limizni davom ettirishimiz zarur. Voy! Ajina, tezroq ketdik bu yerdan, janob. Bu shunchaki ko'rshapalak paspartu. Lekin hali ko'p yurishimiz kerak. Bu juda qo'rqinchli joy ekan. Qo'rqib ketyapman. Oldinga qara. Yorug'lik-ku. Buni qarang. Bu yerda butun shahar bor ekan-ku. Qoyil. Mana buni manzara desa bo'ladi. Yo'q, rangni o'zi yo'q. Qizil, alvon, sariq. Yana hech kim yo'qqa ham o'xshaydi, janob. Hoy, kim bor? Kim bor? Endi hammasini tushundim paspartu. Bu Vanimusa daryosi ekan. U mana shu g'orning orasidan oqib o'tadi. Unda mana bu nima? Bu qanaqa binolar bo'ldi? Menimcha bu Petra shahri. Kimsasiz shahar. Ha, kimsasiz. Kimsasiz shahar? Bu binolar bir necha ming yil avval toshdan o'yib ishlangan. Ularni kim o'yib ishlagan, janob? Olimlar hanuzgacha bir fikrga kelishmagan. Ba'zilar bu jinlarning ishi deb o'ylashadi. Sehrgar shohning jinlari emish. U sehr jodudan ayrilib qolgandan keyin jinlar qo'zg'olon ko'tarib, odamlarning barini quvib solishgan ekan. Aytishlaricha jinlar haligacha mana shu tog'lar orasida yashirinib yotgan emish. Jinlar tog'lar orasida kutib yotishgan ekanmi? Yaxshi sahroga qaytganimiz ma'qul, janob. Bema'nilik. Biz dam olishimiz kerak. Mana bu binoni ichiga kirib, bir mizg'ib olamiz. Nima?
Yigitlar, juda yaxshi ishladinglar. Biz ikkita karvonni talon-taroj qildik. Bugun Petraga hukmron bo'lsak, ertaga butun Arabistonni egallab olamiz. Xudo, uyg'oning janob, qaroqchilar ekan. Ana o'sha bizga aytgan dahshatli Abdulla shu bo'lsa kerak. To'g'ri aytasan. Uni g'oyib bo'lib qolish sababini endi tushundim. U Petraga yashirinar ekanda. Mana bu bizni asirimiz. Ko'rib turibman. Sen kimsan, mushuklarning mushugi? Fikslar fiks. To'g'rirog'i janob Fiks xizmatingizga tayyor. Marhamat janob. Men dahshatli Abdulla. Yaxshi seni qulog'ingni kesib olaman. Sizdan minnatdorman janob. Nima? Quloqimni kesib olasiz? O'zimga qolsa bu ishni hoziroq bajarardim. Ko'ppak. Lekin hozir zarur ishlarim bor. Shuning uchun sen bilan ertaga shug'ullanaman. Bor yo'qol. Agar ertaga tuyalarni suvsiz qoldirsang, ahvoling bundan ham battar bo'ladi. Bilib qo'y. Ishga kirish. Xotirjam bo'ling janob. Dahshatli. Qancha xohlashsa shuncha suv beraman. Asrni zanjirband qiling. Qo'la qolinglar. Xayrli tun kelganda. Ertaga hushingdan ketguningcha suv tashiysan. La'nati, janob Fiks, biz rostdan ham og'ir ahvolga tushib qolganga o'xshaymiz. Odamni itga o'xshab zanjirband qilib qo'yishsa-ya. Rejangiz bormi, janob Fiks? Rejam bormi? Rejangiz bormi, janob Fiks? Ha. Rejangiz bormi, janob Fiks? Jin ursin, ovozim ham o'zgarib qoldimi? Yo'q, janob Fiks. Bu men. Phileas Fogman. Biz qaroqchilardan yashirinyapmiz. Phileas Fogg? Ha, Fiks, seni deb biz shu yerlarda yuribmiz. Hammasiga sen aybdorsan. Kuchingni ehtiyot qil. Qochish uchun hali ko'p kuch kerak bo'ladi. Qochish deysizmi? Yo'q, bu yerdan qochib keta olmaysizlar. Nega unday deyapsan? Kunduzi qochishingizga qaroqchilar yo'l qo'ymaydi. Tunda esa jinlar xalal berishadi. Qaroqchilar ular haqida gapirganini o'z quloqim bilan eshitdim. Jinlar shu yerda tog'lar orasida yashar ekan. Ular mingdan oshiq ekan. Bu siz gapirib bergan jinlar bo'lsa kerak. Jinlar dahshatli Abdulla bilan uning odamlarini quvib solishgan bo'lardi. Ammo Abdullaning sehr, jodu asboblari bor ekan. Jodu? Buni qaroqchilardan eshitdim. Undan hatto jinlar ham qo'rqishar ekan. Shuning uchun ham ular Abdullaning barcha buyruqlarini bajarishar ekan. Tunda esa ular mana shu shaharni qo'riqlashar ekan. Qorong'i tushgandan keyin ularning dahshatli hushtaklarini eshitish mumkin. Axir bu g'irt ahmoqona gap-ku. Ketishi bo'ldi, lekin o'sha dahshatli hushtak ovozi eshitilmayapti. Ularning ovozimi? La'nati jinlar. Shaharni qo'riqlash uchun kelishdi shekilli. Jinlar faqat ertaklarda bo'ladi. Ertaklarda? Quloqing karmi Fogg. Nima, ularning hushtagini eshitmayapsanmi? Men eshityapman, shuning uchun ham qo'rqib ketyapman. Nima deganimni esla, Paspartu. Qo'rquvning davosi bilim deyshadi. Yur, ko'rib kelamiz. Ana o'sha teshikni ko'ryapsanmi? Qara. Uni ovozini o'chirdingiz, qo'lingizni teshikka tiqib hushtak ovozini to'xtatdingiz. Qoyil. Mana endi eshit. Qaroqchilar tunda eshitadigan ovoz yoriqlar va teshiklar orasidan eshitiladigan shamolning ovozi. Eski xarobalarda bunday yoriqlar juda ko'p bo'ladi. Rahmat janob, men endi qo'rqmayman. Yaxshi. Qaroqchilar to'dasi uyquga ketishi bilan biz bu yerdan qochib ketamiz. Sen umuman ovozingni chiqarma, Fiks. Undan ko'ra bizga rahmat degin. Dahshatli Abdullaning yashirinadigan joyini topdik. Yashirinadigan joyini, lekin qayerda? Vanimusa daryosi yaqinida. Kimsasiz shahar Petrada ekan. Petrada? Qanday qilib? Nega uning odamlari tog' jinlardan qo'rqishmas ekan? Hayronman.
Abdullaning jodugarlik anjomlari bor ekan. Ulardan hatto jinlar ham qo'rqishar ekan. Men hech qanday jodugarlik anjomlaridan qo'rqmayman. Biz Abdullaga Petrada hujum qilamiz va uni odamlar bilan birga qo'lga olamiz. Lekin unga dara orqali hujum qila olmaymiz. Petraga kirishdagi yo'lda 4000 ta odam hujumini 4 ta odam bemalol qaytara olishi mumkin. Hali yurish boshlamay turib mag'lubiyat haqida gapiryapsizmi? Mana ko'rasiz, men bu qaroqchilarni albatta qo'lga olaman. Hujumga! Olg'a! Hozir ko'rasiz. Dahshatli Abdullaga nima bo'lishini. Taslim bo'lmanglar, hujumga! Shoshmanglar! Menga qaranglar qaroqchilar. Meni jodugarlikdan xabarim bor. Abdulla endi sehr joduga ega emas. Meni do'stlarim jinlar sizlarni Petradan quvib solishadi. Qaranglar va quloq tutinglar. Qaranglar, jinlar, ular bizni quvib kelishdi. Jinlar. Qochdik bu yerdan. Ular qaytib kelishdi. To'xtanglar. To'xtanglar. Joyingizdan qimirlamanglar. Sizlarni aldashyapti. Jinlar bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmagan gap bu. Ular Abdullaga quloq solmay qo'yishdi. Meni kelgindi deb masxara qilishgandi-ya. Bu hali sizlarmidingiz? Sizlar meni xonavayron qildinglar. Balki shayxning odamlari meni qidirib topishar, lekin sizlardan qasos olmay qo'ymayman. Qasos olaman. Janob, u to'g'ri aytyapti. Shayxning odamlari kelgunicha u bizni quloqlarimizni kesib oladi. Men qo'rqib ketyapman. La'nati, men ham qo'rqyapman. Unutmanglar, qo'rquvning davosi bilim deyshadi. Bu qanday bilim ekan, janob? Vanya Musa daryosi qayergadir chiqib ketadi deb eshitgandim. Tezroq o'tiringlar. Qani, bo'linglar. Uni tezroq suzishga majbur qilsak bo'lmaydimi? Nega bo'lmas ekan? Axir bizda sehr jodu bor. Mana bunday janob Fix. Kelgindilar. Yaramaslar. La'natlar. Siz haq ekansiz, janob Fok. Qo'rquvning davosi bilim ekan. La'nati, lekin to'g'ri aytyapti. Bizni kimligimizni bilasizlarmi? Qayiqdagi chovlon, ya'ni yog'och paqirdagi. Yog'och paqirdagi chovlon. To'g'rirog'i 3 dushmanmiz. Meni ismim Fix. Meniki Fok. Meniki esa Paspartu. Barakalla. Hammasini qoyil qildik, Paspartu. Ssenariy muallifi Chase Stone, bastakor John Sandstone, rejissyor Leif Grant, prodyuser Walter Jack Hacker. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Around the world in 80 days, so Fog may marry Linda Mays. Around the world with